Assalomu kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib, like ayamay bosib turgan obunachilarga mana Azbek arzonchidan qolsa yarishkalari kelgan. O'ta tiniqlar, o'ta go'zallari. Like bosing, videoni oxirigacha ko'ring. Ko'rgan vaqtingizga achinmaydigan video bo'ladi bugun. Bugungi partiyamiz bir 3-4 partiya ma'noli, mazmunli qilib chiqarib beradilar. Videoni oxirigacha ko'ring, xohlasa qo'chqor sovli hammasidan bor. Yarishka sari o'zi to'laydiganlardan ham bor, Azbek aka. Xudo xolasa birinchi partiya zotqa. Zotqa? Zotqa beramiz. Nimaga bodom gullarini olib kelganman. Bodom gullarini 3 dona bodom guli bor, bitta qo'chqari bilan. Qo'chqari ham sovliq narxida ketadi. Sovliq narxida ketadi. Like bosib, kommentarni bomba qilib tursin. Yurak qizartirib. Birinchi partiyamizga nechta dona shunda? Xo'p. Birinchi partiyamizga 4 dona. 4 dona, bitta qo'chqor, 3 ta urg'ochisidan. Haqiqiy ishqivoziga tavsiya qilamiz. Oling, achinmaysiz. O'ta zo'r. Uyga borganda xursand bo'ladingiz. Mana bittasini yelini bor, bunisi tuqqanmi bitasi? Avval bunisi bir dona tuqqan. Bittasi tuqqan, ha? Yelini qaytyapti. Qo'chqorga tayyor mana. Qo'chqorga tayyor. Ichida yuribdi. Sariq qo'chqor ham ichida yuribdi. Shu narsaga beraverasiz-da. Mana shu narsaga beraman. Nimagaki buni chaqirib ko'rmaganman-da. To'g'ri. Mana shu narsaga beraman. Bo'ybastlarni nechiga beramiz? 80 ga beramiz bo'ybastlarni. 80 plyus olaverasizlar. Yebishlar zo'r, sinovdan o'tgan-da xolasa. Sinovdan o'tgan, xudo. Kasal kusali yo'q. Yo'q, ular g'ibori yo'q qo'ylar. Dastlabkasi qaygacha? Xo'p, dastlabkasini o'ylash o'tirmasin, o'lakda ularga qilib beraman. O'lakda ularga ketaveradi, ha? Ketaveradi. Dastlabkasi yebishlar hamma yoq zo'r, narxida gapda, narxi arzonmi, narxini kelishtirib berasizmi? 6 qo'shti yo'q. 6,5 million so'mdan berishadi, o'lakda ularga qilib beraman uka. Ketaveradi, ha? Ketaveradi. Telefon qilsa yana sunnatiga o'tib berasiz. Sunnatiga o'tib beraman. Ammo bitta ikkita tanlayman degan odamga kelishamiz. Bitta ikkitaga ham shu narx bo'laversin-da. Hammani ham 4 taga qilib betmay, bitta ikkitaga ham. Ikkita olganga ham shu narx qilib beraverim. Deyda dollarda sotiladigan qo'ylar so'mda ketyapti-da bular. Ikkita, bitta qo'chqor, bitta sovli yo'q. Ikkitaga pulim yetadi, Azbek deganga ham ketaveradi, ha? Bo'ldi, siz gapingiz yerda qolmasin. Ketdi. 6 million 500 ming so'mni mana bir jip olaman deganlar ham telefon qilaverasizlar. Narxi o'zgarmaydi. Lekin birinchi partiyani to'rovini bir kishiga tavsiya qilamiz. Oling, baraka topasiz, xolasa. O'ta zo'rlari ketdi. Videoda o'tkazishga shoshilmang. Keyingi partiyalarga o'zi to'laydigan kashtarlar chiqadi. Partiyalamizga ham haqiqiy mana bitta liniyasi bori 7 ta kashtan. O'ta go'zallar, o'ta tiniqlari keldi-yu. Shaytiga like bosib qo'ying. Bosgan likeingizga achinmaysiz, xolasa. 8 dona Azbek ikkinchi partiyamizga. 8 dona o'ta tiniqlar, o'ta go'zallari. Yoshlar yikitisha bular. Shakka o'tdi oldi. Shakka o'tdi oldida xolasa. Oling, haqiqiy baraka topasiz. Haqiqiy zo'rlari kelibdi. Ikkita, bitta olaman degan ham xotirjam telefon qilavering, ishlaringiz bitadi. Haqiqiy go'zallar, haqiqiy tiniqlar. Shu bir donasini ushab ko'rsatinglarchi, shu liniyasi bordi. O'zi to'laydigan kashtanlardan ketdi. Haqiqiy go'zallar, eng gigant sovliqlar. Bundayroq qo'chqor qo'ysangiz, qo'chqorni qochirib qo'yadigan sovliqlari keldi mana. Bir dona liniyaligi ham bor ekan, ha. Buni 8 tasini olganga shu ham shuning ichida ketaveradimi? Mashina ichida ketaveradi. 8 ta. Addinni narxi berasiz buni. Addinni olishaman deysa, ammo puli qimmat chiqadi. Puli qimmat chiqadi. 8 tasini olganga bu ham bitta narxda ketaveradi, ha? Addinni olsa qimmatroq chiqadi, ha? Qimmatroqda chiqadi. Addinni sizga ham qimmatroq kelganmi? Ha, qimmatroq kelgan. Nimagaki 8 tasi bir yerga kelsa, puli sal yengillashadi-da. Yengillashadi, ha? Bitta ikkitaga ammo puli qimmatlashadi. Bitta ikkitaga qimmatlashadi, ha? Ammo telefon qilgan ishini bitirib berasiz, ha? Odam ishini bitiraman, xudo xolasa. Azizlik ash qo'ying yaxti 8 tasi desa jo'nataman. Menga dollarda kelgan. So'mda sotaman. Obunachlar, ha? So'mda sotasiz, xudo xolasa. Tagarcha savdo ular. Qarang, bu 8 ta ekan. 4 tasini tanlab olaman desam, bir xil narxi berasizmi yo kelishasizlarmi? O'zgaradi. Narx o'zgaradi, ha? Katta, juda katta 1 million, 2 million farq qilmaydimi ish qilib? Yo'q, unaqa farq qilmaydi, xudo xolasa. 300 ming, 400 ming farq qiladi. 400 ming razisasidan chiqarib berasiz, ha, xolasa. Qo'yladi. Bermaydi-da o'zini. Mana. Bu qo'ylar sulton qo'ylar. Shuni ham achonchi shuni? Shay bu. Shaymi? Ha. Ektish ekan, ektish. Haqiqiy qo'chqorga tayyor Qo'chqorga tayyor. Oling, baraka topasiz. Soni ham ko'p emas. 8 dona. 8 dona. 3 ta 4 tasini terib olaman deganlar telefon qilaverasizlar, xolasa ishlaringni bitirib beradilar. Haqiqiy boqqadan baraka topaveradi. Lekin oling 8 tasini bir kishiga tavsiya qilamiz. Zo'r narsalar ekan. O'ta go'zallar. Narxini nech puldan qilib berasiz, Azbek aka? Bir-biridan zo'r qo'ylar bor. Bir-biridan zo'r. Puli-chi, puli.
Puli Bitta qisqa qil. 6,5 million so'mdan berishadi ham deb turaman. Obunachilaringizga. Unak davlatga dastavkasini qilib beraman. Dastavkasi ichida. Ammo telefon odamni ishini bitiraman. O'tasiz, ha, chiroyli qilib. Yana o'tib beraman. Obunachilar. O'tib beraman. 6 million 500 ming so'mdan haqiqiy arzon bo'ldi. Oling, baraka topasiz. Bozorda 7 million, 7,5 million deyapti bunaqa savdolar. Oling. Haqiqiy bo'g'az qisirligi nima deysiz buni? 50 ham deb turaman. Mana shu narsaga beraman. Shu narsaga olishadi. Qo'chqarni udoridan qo'shib bitta bola olsa bor, shuni pechatib beradi. Bitta qo'chqor ham qo'shib berasiz, telefon qilsa. Qo'chqor ham qo'shib beraman. Qo'chqorlar serob. Serob, ha. Qo'chqor keladi desa, qo'chqor ham qo'shib beraman. Ol, like bosib turinglar, keyingi partalarni o'tamiz. Ha. Mana qo'ylar ha deb ham kelolmaydi uka. Telefon qilgan odamni ishini bitiraman, telefon qilsa bo'ldi. Tushunaveram. Bizda erkakcha savdo bo'ladi. Kelarasizlar, xohlasa qo'ylar haqiqiy zo'rlari kelibdi bu partiyaga, haqiqiy tiniqlari. Partiyalarga haqiqiy birdana yarchkasi kelibdi-da, o'ta go'zal. Dona o'ta go'zal keldi. O'zimda ham sotqim kelgan yo'q, bir pul kerak sotaman. Pul kerak sotasiz, ha? Tavsiya qilasiz obunachilar. Bunaqa qo'y. Kamdan kam keladi. Kamdan kam keladi, haqiqiy. Bu dumba joylashlarni bir ko'rsating. O'zi buni videoda boshlang'ich 1 sekundda obunachilar bilib oladi. Shunaqa. O'ta go'zal, o'ta tiniq mana. O'ta jonivorli, bag'rilarni, tushlarni ko'rsataman. Tushlarni. Tishini ham ochib qo'yingchi bir. Shunga odam oladi. Tishini ham ko'rsatib o'tib ketaylikchi bir. Oh. Ek tishga endi tishyapti ekan. Endi yoryapti. Endi yoryapti ekan. Endi bir 15 kun 1 oyda to'ldiradi. Bormi desa bor deydigan qo'ygan olinglar mana shu qo'ydi. Obunachilar. Tavsiya qilasiz-da. Mo'ybaslarni ichiga beramiz. 85 ga olishdim. 85 ga olishaveradi xohlasa, 85 plyus-minusda chiqaveradi. Olib qo'ying, haqiqiy tavsiya qilamiz. Zo'ridan baqaman deganlarga tavsiya qilamiz. Narxi ham o'ziga yarasha qulay, chiroyli qilib beradi. Buni ham dastavkasini o'nakta o'lat qilib berasizmi? Dastavkasini o'nakta o'lat qilib beraman. Bitta qo'yilsa ham, yarimta qo'yilsa ham. Bu kallalarni ko'rsating, hali video tugagan yo'q. Yarimtani iloji yo'q, bittani dastavkasini o'nakta o'lat qilib berasiz. Jo'nat desa jo'nataman. Jo'natasiz, ha? Odamlar aytadi. Ya sotilib ketdi deysizmi, o'z vaqtdan so'rasa. Savdo bitta qo'y qoplamaydi, bitta qo'y o'zini jo'nata olmayman deydi. Men nima qilmayman, bitta qo'y buni jo'nataman. Jo'natasiz. Odam kommentariyaga yozib qo'ysin. Men Samarqanddanman yo Toshkentdanman deb. Oldim, men baraka qildim, rostdan jo'natib yubordim deb yozib qo'yinglar aka-ukalar. Chiqaryaptigan videolarimizni ishonadi odamlar. Sotibda chiqazib aytman, Samarqand, Buxoro, Navoiy, Qoraqalpog'iston qaydan qilavering. Ishingiz bitadi. Shunaqa. Narxini necha pul qilasiz, narxini? Narxini Ha. dollarda qo'yaman dedim uka. Unaqa ish. Dollarda kelgan so'mda sotaman. Necha pul bo'lsa berib yuborasiz? 9 millionga ham deb turaman, beraman. 9 million so'm bo'lsa, o'nakta viloyatga dastavkasi bor. Telefon qilib aloqa chiqaverasizlar. Videoda o'tkazishga shoshilmang. Bundan ham qulaylar, bundan ham arzonroqlar chiqadi. Pul yengillari ham bor. Partiyalamizga ham 4 dona haqiqiy o'zi to'laydigan o'ta gigant sovg'alar keldi. Bular ham ekitishmi Azbek aka? Bular ham shakka o'tdi. Shakka o'tdi-da xolos. Hammasi yosh, to'g'ri. Hammasi yosh. Ekitishga o'tyapti. Oling bir yaxshi qo'shqaringiz bo'lsa qo'shib ko'paytiraman deganlarga tavsiya qilamiz. O'ta zo'rlari. Bugungi partiyalarimizga birorta bachkana qo'y yo'q ekan. Yo'q. Like bosib, ko'rgan vaqtingizda xohlasa achinmaydigan video bo'ladi. Narxlari ham yildan qanaqa arzon bo'ladi. Ablahat narxlari bugun uydan ham, bozordan ham 500 ming tushadi. 500 ming tushasiz, ha? 6,5 dan desa, necha puldan deysiz? 4-partiyada 4 partiya yaxti, buni 4-partiya yaxti menga jo'nat deysa bor-ku. 6,5 yo'q. 6 milliondan ketdi. Ketdi, o'nakta telefon qilsa yana o'taman. Telefon qilsa yana o'tadi. O'nakta viloyatga dastavkasi bor. Bo'ldi beri. 6 million so'mdan. Musofirlar telefon qilsa 100 dan o'tdim. Endi 100 ga yarashmadi. Bor 200 dan. 200 dan barakat. Telefon qilib aloqa ko'ring mana 4-partiya 4 ta yoqdi musofirdan Azbekdan 5 million 800 ming so'm mana laviz qildilar, lavizga ega chiqaman deyaptilar. Oling baraka topasiz. 4 million 800 ming, 5 million 800 ming hozir adashib ketdim. 5 million 800 ming so'mdan 12 ta viloyatga dastavkasi bor. Like bosib bizdan uzoqlashmang. Hali keyingi partiyalarimiz ham bor. Keyingi partiyamizga 5 ta emas, 10 ta emas, 12 dona haqiqiy o'zi to'laydiganlardan. O'ta go'zallardan eng muhimi puli arzon, serhardor.
Kambag'al bo'y qiladiganlardan kelibdi azbaygan. Ha, kambag'alni bo'y bilan cho'ntak to'ldiradi. Yosh qanaqa bulardi? Yoshlari shakka o'tgan. Shakka o'tganda xolos, ha. Ekitishdan oldi ekitish, ket xo'zi. Oling haqiqiy baraka topasiz. Bitta ikkita olganda ham ishi bitadi bugun. Soni ko'p. 12 dona bo'y bastlari 75-80 turaveradi. Kelib ko'ramiz deganlarga manzil Namangan viloyat Namangan tumani Azbek arzonchini mini qo'y firmasida. Tepa qo'rg'onda. Tepa qo'rg'onda. Qishloqda deb turib. Tilpoq odam ishini bitiraman. Tilpoq odamning ishi bitadi, xudo xolasa. Toza narsalar kelgan. Toza narsalar kelgan. Oling baraka topasiz. O'ta go'zallar. 12 tasini bitta olaman deb o'ta narxi arzon chiqadi. Qulay. Bir marta eshitganda olib ko'radigan narxda bo'ladi. Oling tavsiya qilamiz. 12 tasini bitta olsangiz narxi nech bilan qilib berasiz 12 ta o'latga? 5,5 million so'mdan berishadi, 12 ta o'latga qilib beraman. Milislarichi? 5 ta 4 ta tanlaganga. Bitta ikkita olamiz degan odamga kelishamiz. Bitta ikkita olganga kelishamiz, ha? Juda katta 500 ming 1 million bo'lib ketmaydimi? 100 ming 200 mingga. 100 ming 200 ming pilisi bilan ketaveradi. 5 million. Pilisi bor, ha. 5 million 500 ming so'mdan optimga tanlab olganga soniga qarab 100 ming 200 ming pilisi bor. O'rtasidan bo'lib olsangiz ham shu narxda ketaveradi. Videoda oxirigacha ko'rgan akalarimiz Alloh rozi bo'lsin. Like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Eng arzoni bizda.